Annyeonghaseyo yavrum. Cho'zoq bayramida qaynonam bilan birga qanday taomlar tayyorlaganimizni ko'rsatmoqchiman. Bu bayramda hamma narsa tuxumga belangan bo'lishi kerak ekan, ya'ni botirilgan bo'lishi kerak ekan. Xo'sh, birinchi ishimiz mol go'shtini qovurishdan boshladik. Mol go'shtini tuxumga botirib qovurib oldik. Qaynonam juda ham ko'p mol go'shti sotib olibdi. Bu yerda qaynonam qanday qilishni ko'rsatib beryapti. Keyin esa men tayyorlab ko'rdim. Unga avval botirib oldim. Keyin esa tuxumga. So'ngra qovurib olishga tashladim. Qaynonam bu yerda juda ham maqtadi meni. Tez o'rganyapsan dedi. Keyin esa insam degan tomirni qovurib oldi qaynonam. Ta'mi juda ham achchiq. Ta'mi juda ham g'alati ekan, achchiq. Qaynotam sevdi o'shani. Qaynonamga kokuma, ya'ni shirin kartoshka yeb ko'rmaganimni aytganimdan keyin sirrazi buni tayyorlashga tushdi. Va menga juda ham yoqdi. Ta'mi zo'r. Koreyaga kelganimdan beri birinchi marta qaynonamga yeb ko'rdim. Xo'sh, hamma narsa tayyor. Shirin kartoshka juda ham yoqdi deb maqtaganim uchun qaynonam yana tayyorlashga tushdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin.